hasratim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda quvonchga kam qiladigan eng oliy ne'matlardan biri Qur'oni Karim, joy namoz, tasbih siz uchun. Qo'shqanlar qo'shaqlarini rahmat bilan boshimizda sog' tursin, omon bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Birga ko'radi. Jonim meni, hali ham yonimda parvonam meni. Bugun e'tiboringiz markazida Shohjahon Jamolxon Maqsud va mehmonlaringiz bo'ldi. Mehribonim, jonim dadam, tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib, aytish kerak bo'lgan so'zni ayta olmagan farzandlaringizni kechiring. Dada, keling sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda yaxshi ko'raman. Azizlarim, mana keyingi manzilimiz Mumtoz kafesiga yetib keldik. Bu yerda baxtli otajonimizni xursand qilamiz. Rustam akamiz juda ham yaxshi ko'ruvchi barcha farzandlari nomidan xursand qilamiz. Otajon yozuvlar ostida bizdan uzoqlashmang. Hali syurprizlarimizdan oldinda qani ketdik. Rustam akamizni badiiy sahnamizga taklif qilamiz. Kesinlar marhamat. Shu kunlar muborak bo'lsin deymiz. Yo'l ko'rsatib turar ekan, duolarim olib qiling. Bir kun armon bo'lar ekan. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamsiz, odamsiz dada. Yolg'izim dada. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. G'amxo'rim dada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu ochiq osmon ostiga yig'ilgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum otajon. Tug'ilgan kunlaringiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Sizga eng birinchi navbatda Alloh taolodan sihat salomatlik, mazmunli hayot, bitmas tuganmas baxt va saodat tilab qolamiz. Otajon, bugun sizni xursand qilishga yetib keldik. Dunyodagi eng baxtli otajonlardan biri qilishga yetib keldik. O'zingiz ham sezib turgan bo'lishingiz kerak kimlardan kelganligimizni. To'ppa to'g'ri topdingiz. Olqishlab qo'yamiz. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. G'amxo'rim dada. Eng birinchi navbatda farzandlaringiz aytdiki, biz dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Lekin nimagadir yuzlarga qarab tez ayta olmaymiz dadajonimni. Dadajonim, boringizga mingdan ming shukr. Bizni kichkinaligimizdan asrab, avaylab, halol mehnatlaringiz bilan katta qildingiz. Kunni kun demay, tunni tun demay, o'zingiz yemay yedirdingiz, kiymay kiydirdingiz. Biz shu paytgacha ota-onalarga qarab hech qachon havas qilmaganmiz. Qaniki mana shu inson men otajonim bo'lsa edi. Qaniki mana shu inson men onajonim bo'lsa edi demaganmiz. Chunki oldimizda hamma havas qilsa arzugudek, faxrlangudek, mehribon, e'tiborli ota-onamiz bor. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasin ota-onamiz. Shu paytgacha nimaiki yutuqlarga, darajalarga erishgan bo'lsak, ota-onamizning duolari sabab erishganmiz. Bu narsalar hali ota-onamiz uchun hech narsa emas.
oldimizda bizani duo qilib sog' salomat bo'lib bersalar, Xudo xohlasa ota-onamizni hojat qilish niyatlarimiz bor deb aytdilar va farzandlaringiz siz uchun mana shunday bayram tortlarini olib kelgan ekanlar. Marhamat siz uchun. Olqishlab turamiz birgalikda. Tabriklaymiz! 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 Поздравляем с днем рождения! Sho'jonalar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Otajon, siz uchun keyingi sovg'amiz Alloh taolo tomonidan yerga nozil qilingan, ko'nglingizga, uyingizga fayz va baraka, qut baraka bag'ishlaydigan, iymoningizni mustahkam qiladigan eng oliy ne'matlardan biri Qur'oni Karim joynamoz tasbih siz uchun qabul qilib oling. Alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, walhamdulillah, la ilaha illalloh, Allahu akbar. Toy meri Mawla, toy meri Mawla, ey rahmat, boshlaringiz joy namozdan boshqa hech narsaga egilmasin deymiz. Dardni dard deb bilmagan otam, qadda sira sinmagan otam, farzandlarim iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarga Xudo guvohi mehnat qilib tinmagan otam, bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim so'rab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam, ayb ish qilib qilsam gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam. Otajon, syurpriz yo'qdimi? Kutganmidingiz, syurprizni kutmaganmidingiz? Ey rahmat, hayotingiz doim mana shunday kutilmagan syurprizlarga boy bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Onajon, bugun ertalab turmush o'rtog'ingizni nima deb tabrikladingiz? Bugun ertalab turmush o'rtog'ingizni nima deb tabrikladingiz? Akasi tug'ilgan kuningizda tabriklayman. Vaqtimizda, bolalarimizning vaqtida hamma vaqt ustimizda, boshimizda davlatingiz bo'lib turing deb tabriklayman. Ey rahmat, sog' bo'ling. Marhamat, mikrofon topshiraman. Mana shu barcha yaqinlaringiz davrasida ham yana bir bor tabriklab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Aziz mehmonlarimiz, benden ulug' qaynbekalarim bor. Shular tabriklasin, oxirida men Xudo xolasa. Rustamikamiz tug'ilgan kuni ekan. Gelinimiz bilan denk qarasalar, ahtiqlar, cho'liqli, yo'liqli bo'lib, umra safarlariga, haj safarlariga borishni nasib etsin. Uzoq umr tilaymiz. Hamma yaxshi kunlar, sog'lik, salomatlik, egamanlik 100 yoshlardan oshib yursin. Bugun ukamni tug'ilgan kuni ekan, 55 yoshga kiribdi. Xudoyim shunday 55 yoshlarning yuzlarini ko'rish nasib etsin. Qo'shqani bilan qo'shaq qarasin, rahat bilan. Bolalarni rohatini ko'rsin, oqlan, cho'liqlarni. Nomrod maqsadi hosil yetsin. Xudoyim har safarlarına barışam nasip etsin. Ağzı gülen papa, ağzı gülen papa. Tebriklerim. İyi öyleyse. Şu para oturmasın. Kiler mekan. Şu bana kıyamet tuğan günü eken, kızım bana ikisine uzak ömür dileymen, keng devlet, bala çağalı, belli çıbıllı olayıp, kelin attık çoğuluklarda görüp oturuşundan nasip etkey. Xudoyim teng qarışqaylar. Xudoy taolani bergan yaşını yaşagan yüzlerden hem ötüp ketken, işte men degan günü tavılmagay.
Kudayım bağalarını, rahatını göreyip, gülüp oynayıp oturuş hem de gel nasip etsin. Allah, bahtlı olsun. Allah. Oradan gelelim ya. Sen ülkem, Rüstem'im, Melahat'im. Sizlerge uzak ömür dileyim. Mallarınızı, vaktıklarınızı eldinde sağ salamet yerinler. Ömürleriniz uzak olsun. Neşet emeğin deyin gününü görmeyinler. Hem işe sağ yerinler, salamet olunlar. Ülkeme uzak ömür dileyimiz. Şu alacağası bilen birge uzak ömür görsün şu. Melahat bilen, koşkarı bilen koşak karısın. En yaman günleri şu bilmesin. Oylarında, nelerinde dikeyip şu karındaş toballardan elmemiz hizmette duralım. Uzak ömür dileyimiz sağ olsun. Assalomu alaykum, hurmatli yana bugun jo'ramizni tavallud topgan kuni ekan. Jo'ramizga uzoq umr, keng davlat, qo'shqanlar qo'sha qolsin. Vaqtga cho'liqqa ko'paysin. Hamisha to'la bo'lsin. Sizden doğan gününüz bilen tebrikliyim. Uzak yaş, keng devlet, şu melahat bilen koşa karın, ahtık çoğuluklardan körüyüp, yüzler bilen yüzleşip, yeteleşip bir örgeysle Xudayım. Hem akşı üyümüzde yaxşı günler, toylar köp bol örgey. Sizi yaxşı günümüzde gelip otursan hem neyse rahmet. Dayımın günlerimiz köp bulgay. Dayım şu hocaynimiz, yaşlımız, ballarımı ekesi hem vaxt başımızda sağ aman tırsın. Şu sağ aman yürse bizeden baklı adam yok. Başımızda sağ tırsın. Aman bulsun, uzak ömür görsün. Birge görelim. Setinden gününü görmeyip, doğulgan gününden tebrikliyim. Yine bir mertte. Sağ salamet bulun baktığımıza, uzak yaşan. Lekin inciklik etmeyin, boğup koyamam inciklik etseniz. Assalomu alaykum qardoshlar, vallahi neyse. Mustafa size şu uzak umutlayman, şu bana aytgan bilan bel qarib, şu ortiqlar ko'p bo'lsin Xudoyim. To'liqlarni ko'rib o'tirmoq nasib etsin. Hamma shu o'ynab kulib yuringlar. Davralarda odam kam emasin, ko'payaversin Xudoyim. Sog'lik bo'lsin. Eng rahmat. Barcha barchangizning ezgu tilaklaringizga tilakdosh musulmon vakillarimiz kelsin deymiz. Marhamat, endi o'yin kulblarini ichkari davom qoldirish mumkin. Mana shu yo'lda bemalol rasmlarga, soatlarga tushib qolishlaringiz mumkin. Marhamat. Marhamat, kechalarimiz, otajonlarimiz hamma davrimiz markaziga taklif qilamiz. Kara cicine canım, sizi sizine canım. Kara cicine canım, sizi sizine canım. Yürekim oynatılır, yürekim oynatılır. Şimdi göğe zamanım, bizi göğe zamanım. Ağlalay ağlay, raktalalay ağlay. Ağlalay ağlay, raktalalay ağlay.
Kavinon sizlar uchun ezginka bo'ladi, marhamat. Uchun qo'shiqlarimiz davom etadi. Endi mana boshqalarga ishim yo'q. Menda sendan boshqa hech tanishim yo'q.
Yancımların başında, varıyor başında. Yancımların başında, özlenişte yaşımda, özlenişte yaşımda. Kaybolan başında, kaybolan başında. So yeah.
rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, tanu jonlaringiz sog' bo'lsin. Doim mana shunday jon-jonli o'ynab kulgili, yuzlaringizdan hech qachon tabassum arimasin deymiz. Bugun e'tiboringiz markazida Shohid Tabrik jamoasi vakili Charasxon Maqsudov mehmonlaringiz bo'ldi. Keyingi mana shunday yaxshi kunlaringizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi shu uzak yaşasın. Bağlantılarına katını görsün. Çayları cennetten bulsun. Ata boğalarımızı, etkenleri. Bu da kalırsa şu, mesela ben 87 yaşa gidiyorum olsa bu, 107 yaşına girsin. Oğullarını, kızlarını, gelirlerini, hemmesini toy tamaşasını görsün. Yakşı sağlık olsun, güzel gelsin. Yine kızımız kete varırken, neye varırken de her şey varıp omumuzdan varırken bu da böyle varsın biz kızımızın varıp aynalık gelsinler.